أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Husayn Ahmad ibn Muhammad bin Ahmad al-Baghdadi al-Quduri rahimahullah yazgan Muhtasar al-Quduri namlıq bu fiqh kitabımızdan Kitabul Vekâle bölümünün devamı da yani musannifinin ve yecuzu tevkilu bi'akdi sarfi ve selam diye yerik yazdı. Hoş. Hem de musannif rahimahullah dedi ki bu mesele olsa vekilinin mal fulusunu üzünün fuludun bilişi diye mesele bu. Ve yecuzu tevkilu bi'akdi sarfi ve selam. Ful almaştırı sodisi ve bey selam. Selam aldığını alıp fulunu aldığını alıp küzüp malını kişinin eliş sodisi da vekil kılıç caiz buludu. Bu ful almaştırı sodisi diyen bunun çünkü bunun şartının buluş gerek. Pul olan nima nak buluş gerek. İki tarafın pulu ikisi nak buluş gerek. Anda olgandan şunun için vekil bu sodada bir adam pul almashtirish uchun o'zining pulini berib naq maydonda puli bo'lsa vakilga puli bergan bo'lsa vekilning puli naq bo'lsa yejuz joiz bo'ladi. Ammo ma pulni men uchun paloni berib qo'ydi deb yana pul almashtirgan bo'lsa pul almashtirib qarshi pulni deb o'zi pul berachaqda men bergan pulni palonchi berib qo'ydi deb asl joyda yejuz joiz bo'lmaydi. Chuqum yedan biyat bo'lish kerak. Naq bo'lish kerak. Anda olganda amisi men $5000 riyal tegişimen deb deyishib bu $5000 men bermayman palani berdi palanchi berdi deb shu odamga vakolatni bersa qachon berishga bu $5000 shuq pulni riyalni qachon oladi shu vakil oladi. Shu $5000 bergan chaqda vakil oladi. Muvakkil ololmaydi. Ma'lum. Mujda şu vakil qilish ma joiz. Ve selam. Bey selam sodisi deganda sizlar selamni o'qidinglar buni bilin. Ya'ni bir malni oldini olaman masalan men 1 tonna buğday olaman. 1 tonna buğday olaman desam bunga masalan 100 ming riyal pulni 1 tonna buğdayning puli masalan 100 ming riyal bo'lsa 100 ming riyal pulni oldini ola o'tkazib qo'yman. Nimaga muzari shu yataydigan dehqonga yoki shu tijoratchiga buğday oladigan men ham 1000 riyal sizga 1 yildan yoki 6 oydan keyin sizdan 1 tonna buğday olaman deb bergan bo'lsa mushsolning bo'ladi. Beyo selam bo'ladi. Hamda o'sha beyo selamdagi joiz bo'ladiganini qarshi tarafning polisi desa ya'ni Rabbul mal. Biz beyo selamda Rabbul mal musallam ilayhi deb binasi bor. Ismlar varmisniki. Rabbul mal degan dasbinin egisi. Yani dasbinin egisi nima bo'lish kerak? Shu pulni cho'qim beyo salamda oldin ola naq bo'lish kerak to'liq. To'liq naq bo'lish kerak shu so'rinda. Shuning uchun shu vakilga, o'zining vakiliga mana ma 100 ming qo'ying siz men uchun pistani berib qo'ying. Shu pistani mancha oydan keyin menga falani malni berdiganga desa, shu chaqda shu vakilning o'zi pulni naq maydonda vakolatdan bilish nima yejuz joiz bo'ladi. Ammo buni aks emas. Bunga musallam ilayhi degan gap ya'ni malni topshiruvchi, malni 6 oydan topshiruvchi vakil qilinmaydi. Malni 6 oydan topshiruvchi malni men vakolatdan falonchi topshirdi demaydi. U chunki uning zimmasiga sabit bo'ldi. Zimmasiga sabit bo'lsa boshqa odam zimmasiga o'tkazmaydi. Ammo pul berguchi deb o'zining o'rnida boshqalarning vakolatdan pul berguchi alaydi. Mana inchki masala. Chunki bu mas'uliyati bor ishda. Agar ben pulni apalab keldim, falani bitiminiki malni falonchi bir deb qo'ysa, uni keyinidan u odam mal tig'i yo'q. Malni berdigan odam tig'i yo'q. Yeni bir adam falanı 6 aydan keyin
Palani bana bundan malını birdi degan, sizni de bazı meselelerdi görgen. Dese iş yo'qlanmaydi da. Shuning uchun bu omonatdek ish bo'lganki zimmaga sabit bo'lgan, zimmaga sabit bo'lgan boshqa yo'l kelmaydi. Xo'sh. فإن فارق الوكيل صاحبه فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد. Agar navodi vakil sahibahu, o'zining sahibidan sarf pul olmoqchi odam qarshi tarafdan Bayislamki Rabbul Mal o'ziniki musallam ilayhidan فإن فارق الوكيل صاحبه o'zining sahibidan qabla al-qabd, shuni qabd qilishdan ilgari uni sahibidan qabla al-qabd degandiki ba'diki qabla al-qabd emas qabdi sahibihi. Ana sahibi pulni elishdan ilgari vakil ayrılıp ketsa batal al-aqd. Bu savdo bagajlab ketadi. Tushunarmi? Mendagi al-qabddagi al-lam ivadi deb atadi. Lam ivad. Nimadan ivad? İdafat. Asli qabla qabdihi, qabdi sahibihi demekçi. Yani hi nimaga yonadi, o sahibga yonadi. Yani aşı sahib vakil aşı sahibi pulni elishdan ilgari naq maydondan ayrılib ketsa, biz nima dedik Baysalamda Rabbul Mal dedik ha buni. Şu Rabbul Mal aşı nimaga musallam ilayhiga pulni bilishdan burun, pul bermay turib naq maydonda savdo so'rinidan ayrılib ketsa, biz nima badal bu savdo bagajlab ketadi. Bu savdo chigilmaydi. Av pul sarrafchilik qilgan odammi pulni bilishdan burun naq maydondan ayrılib ketsa, bu savdo yine kuchli emas, bagajlab ketadi. Chuqur buni o'ziga naq bo'lish kerak. Sarrafchilikdan pul ikkida yerdan bir yer bo'lish kerak. Ma Baysalamda bu Rabbul Mal pulini naq bo'lish kerak. Tushunarmi? Shuning uchun. Av vakil xuddi nimani o'rnida bo'ladi? Vakil muvakkilning o'rnida bo'ladi. Xo'sh, endi wala tu'tabaru mufaraqatul muvakkil. Vakil o'ziniki sohibidan degan gap, ya'ni masalan Rabbul Mal pulni Baysalamdagi pul egasi mal egasidan mal egasiga pulni bilishdan ilgari vakil pulni mal egasining pulni vakildan qabz qilib olishdan ilgari naq maydondan ayrilib ketgan bo'lsa, bu savdo batil bo'ladi. Endi wala tu'tabaru mufaraqatul muvakkil. Vakalat berguvchi asli vakalat berguvchining naq maydondan ayrilib ketishi e'tibor qilinmaydi. Chunki vakalat berguvchi bütün huquqni kim o'tkazib bergan? Vakilga o'tkazib bergan. Bizning e'tiborimiz vakil bilan bo'ladi. Vakalat berguvchidan emas. Xo'sh. وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله. Endi xo'sh, bizda vakil ba'zida vakalatu bishira bo'ladi. Ya'ni bir narsa sotib olishga vakil bo'ladi. Ba'zida bir narsa sotishga al-vakilu bil bay'i bo'ladi. Ba'zida vakil ba'zida shiraga vakil bo'ladi, ba'zida sotishga vakil bo'ladi, ba'zida bay'i shiraga vakil bo'ladi. Tushunarmi? Endi har bizdagi bay'i shiraga mas'ul bo'lgan vakil bilan sotib olishga bay'ga setiş kılması olan vakildeki hükümleri az tutup farklanır. Şu meyada sizce ayırıp götürüyordu. Ve idâ defa'al vekilu bir şira. Yani bir nasi seti velişka vekil olan vekil themen diye gap malın pulunu min malihi. Üzünün puludan, üzünün malından diye gap yani üzünün yançıkıdan. Bergen bolsa, tülgen bolsa. Bir adam bir nasi seti veleyen dep ede vekil kıptı. Bir mirza ulan bekini siz men uchun bozordan bir kitob sotib oling. 100 riyaldan do'ya bir kitob sotib oling deb vakil qilibdi. Uni keyin vakil qilgandan keyin u Ulanbek u pulni yo birimizning pulini unutib qolibdi yoki u pulni yonjoqdan chiqaribdi o'zi. Asli qoida qanday qilish kerak edi? Bimirzbek 100 riyal bersa shu pulni olish kerak edi. Lekin yo Bimirzbek bermay turib unutib qolibdi pul berishni yoki Ulanbek u pulni uyda unutib qolib boshqa kartadan yo belgisidan nima qilibdi? Elipto degan gap. Yonjoqdan to'labdi demekçi. Xo'sh, va qabadal mabi'a va bu sotilgan malni abdu qulga. Sotilgan malni qulga olgan bo'lsa, falahu an yarji'a bihi 'ala al-muwakkil degan gap. Bu vakilning shu mal bilan muvakkilga qaytish huquqi bor. Qaytish huquqi bor degan gap. Yani muvakkilning oldiga qaytib berib, muvakkildan pulini elib olish huquqi bor degan gap. Mana ayyaji bihini bani mutaaddi qilib, shu bergan pulini qaytirib olish deb ma'nosi ham bo'ladi. Qaytirib olish irja' degan ma'no, tushunarmi? Arja'a yurji'u deb bergan pulni qaytirib olish huquqi bor desam ham bo'ladi yoki bani
nima sababiya qilib, shu pulning sababi bilan muvakkilning yana qaytib berib, undan akhirdan bir fe'ldan bir nima qilsizlar? Mana sizga balanishga tadmin qilib o'tsizlar. Qaytib berib elish. Nima ish bordi u? Pulni qaytirib elish uchun bordi. Qanday sanadi? Qaytirib elish deb qo'ysangiz asalamdi. Ya'ni vakilning muvakkilning shu pulni qaytirib olish huquqi bor. Tushunib o'rganib soldi-da. Xo'sh, endi fa in halakal mabi'u fi yadihi qabla habsihi. Endi agar mabi' satilgan mal fa in halakal mabi'u fi yadihi qabla habsihi. Agar satilingan mal shu vakilning qo'lida turib, u malni habs qilib tutib turib olishdan, malni tutib turib olishdan burun halok bo'lgan bo'lsa, buni degan gap qabla habsihi degan gap sanam yo'da bir o'z nima tafsilot bor. Ya'ni vakil agarda masalan Bimirzabek Ulanbekka 100 riyal bermasdan kitob elishni bu kitob og'ashkidan deb vakil qilibdi. Vakil qilgan bo'lsa, Ulanbek kitobni men og'ash qilibdi 100 riyalni yo'qini silib. Endi Ulanbekning shu kitobni Bimirzaga bermay turish haqqi toki shu Bimirza 100 riyalni bermaguncha kitobni bermaslik nimasi bor, huquqi bor. Xo'sh. Endi buni qachon buni bermaslik degan gap qachon oshkor bo'ladi deganda, Bimirza kelib, "Men kitobni bering" deganda, Bimirza kelib Ulanbekdan "Men kitobni bering" deganda, shu chaqda 100 riyalni beramiz desa, shu bermagan chaqda oshkor bo'ladi bu haq. Tushundingmi? Endi mushu haq, mushu malni bermay turib olishdan burun bir hukm bor. Malni bermay tutib bo'lgandan keyin yeni bir hukm bor. Tasaddifen ahvolda. Bunda hozir Ulanbek malni mesela Bimirza kelmabdi. Bimirza kitobni bering deb kelmadi. Bu joyda habis yo'q. Bu qabla habis, shundami? Habis yo'q. Ondan keyin lekin bu kitobni o'g'irlabdi. Ya kitap kuyib ketibdi. Kitobni o'g'irlasa halok bo'ldi. Tushundingmi masalan? Bunda ahvolda qanday qiladi desa, fa in halakal mabi'u fi yadihi qabla habsihi halaka min malil muwakkil. Muvakkilning malidan halok bo'ladi. Va lam yasquti thaman. Bu malning puli saqit bo'lmaydi. Nima degan gap? Ulanbek 100 riyaldan ziyon tortmaydi. Agar halok o'zicha halok bo'lsa, ya'ni o't ketib yoki o'g'irlanib degandek tabiiy hadislar bilan ofatlar yo'qolib ketsa, mal bu pulni kim to'laydi? Bimirzabek to'laydi. Nima uchun Bimirzabek to'laydi? Chunki vakolatni qilgan Bimirzabek o'zi kitob ekib qo'ygan dedi. Bakın buni ziyonini tayyorlay olmaydi bir. Ikkinchidan kitobni o'zi olmadi, o'zi olib ketmadi. Kitap bunun bor edi. O'zi olib ketmaganlik uchun. Mana bu sababdan. Endi valahu ay yahbisa va ma davatdi mana. Valahu degan vakilning ay yahbisahu degan gap malni sotib olingan malni hatta yastawfiya saman. Malning pulini to'liq olib bo'lmoqcha, to'liq olib bo'lgan qadar tutib olish haqqi bor. Ya'ni tutib olish degan gap mal egasiga bermay turish va muvakkilga bermay turish haqqi bor. Xo'sh, endi fa in habasahu fa halak. Ma masala thaniya. Endi agar xo'sh, fa in habasahu fa halak. Ya'ni agar u malni vakil tutib tursa, analak bo'lsa, maut tutib tursa bo'lsa degan gap, ya'ni Ulanbek Bimirzabek kelibdi, "Men kitobni bering" deb. Yoki Ulanbek "Men kitobni olib keldim, pulni bering" desa, nima Bimirzabek kitobni beribdi, pulni keyin beraman desa, chaqda Ulanbekning nima haqqi bor? Amisi pulni akagan chingizni kitobni berib, kitobni olib ketish haqqi bor. Bunda bo'lsa demak, habasa degan gap. Ya'ni ani pulni berib bo'lmoqchi, siz kitobni bermayman deb, kitobni bermay olib ketsa, fa halak shuni bilan bu kitob halok bo'lsa, kitob o't ketibdi yoki yetib ketibdi yoki o'g'irlabdi masalan. Qanday bo'lsa, kana madmunan damana rahni inda Abi Yusuf. Abi Yusuf rahimahullohning ko'z qarashida damana rahn, go'roning tulimida tulanguchi bo'ladi. U nima? Bu mal kana. Ya'ni bu kanadagi bu da mena qaytadi, shu malga mabi qaytadi. Ya'ni bu mal shu go'roning tulimida tulanguchi bo'ladi Abi Yusuf rahimahullohning ko'z qarashida. Va damanal mabi'i inda Muhammad. Imom Muhammad rahimahullohning ko'z qarashida sotib olingan malning tulimida tulanguchi bo'ladi degan. Endi sizga savol beradi. Damanal rahn degan qanday bo'ladi? Damanal mabi degan qanday bo'ladi? Desa, bu rahnning babida siz utab bo'lgan. Agar unutib qolmagan bo'lsanglar,
rahınning babida so'zlangan. Agar rahn halok bo'lsa qanday to'laydi desa, ya'ni aqalli qiymatihi. İsmini kadama yedfa'u bi aqalli qiymatihi. Yadmanu idza halaka ar-rahnu fi yadi al-murtahin mش qiladi. Yedfa'u bi aqalli qiymatihi deb chiqqan. Ya'ni o'sha qiymatining eng oz qismini to'laydi. Masalan, bir kitap bor. Bu kitapni 150 riyal aldı. Ulanbek kitapni 150 riyalga aldı. Kitapni 150 riyalga aldı. Bu kitap Ulanbek habis qilgandan keyin halok bo'ldi. Halok bo'lgan bo'lsa, Ulanbek bozorda lekin bu kitapning qiymati 100 riyal. Kitapni 150 riyalga olgan edi. Lekin kitapning bozordagi qiymati eng arzon bo'lgan qanchaga oldi? 100 riyal olsa, bir zaman 150 riyal to'laysa, 150 riyalni o deb nima qilmaydi? Turolmaydi. 100 riyal to'laydi. Bozordagi eng tuvan qiymati bo'yicha to'laydi demoqchi. Tushunarmi gaplar? Mana inchki masala. Endi agar Imom Muhammad rahimahullohga qarshi tushirganda damanal mabi'. Aşağı to'langan molning pulini to'laydi. 150 riyal olgan bo'lsa, 150 riyal uniki bozordagi qiymati to'layishimiz mumkin. Necha pul olib kelsa, qancha pul olgan bo'lsa, shuncha pul to'laydi deydi. Xo'sh. وإذا وكل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكل فيه دون الآخر. Endi ma masala olsa, ikki vakilning birining tasarruf qilishi degan masala. Mas'alatu tasarrufi ahadil vakilayn. Ikki vakilning birining tasarruf qilish masalasi. Qachonki bir odam ikki odamni vakil qilibdi. Bir muvakkil bir ishqa, ma'lum bir ishqa bir odam emas, ikki odamni vakil qilgan bo'lsa, falaysa li ahadihima, ikki vakilning birining ay yatasarrafa fima wukila fi, bu ikkisi vakil qilingan ishda yana bir tasarruf qilmasdan faqat bir o'z oldiga tasarruf qilishi joiz bo'lmaydi. Anladın? Nimishqa? Chunki bu odam vakillikni berganda, vakolatni berganda ikki odamga bergan. Men Bemirzi bilan Ulanbekka berdim vakillikni masalan. Bular ikkolan nima uchun ikki odamga beraman men deganda, chunki mening bu ishim bir ra'yiga muhtoj. Ikki odamning fikriga muhtoj. O'zaro kengash qilish, maslahat qilishga muhtoj. Ayna bo'lganlik uchun berdim bu ishni. Ammo endi bu ishlarniki o'z oldiga bizi bo'lmasa-mu, yolg'iz biz qila oladigan ishlar bor. Munda bergan taqdirda bu nimishqa qanday desa yana ra'yiga muhtoj bo'lmaydigan. Ishkadan maslahat qilib qanday qilsa bo'ladi deb maslahat qilishga muhtoj bo'lmaydigan ishlarda o'z oldiga tasarruf qilsa bo'ladi. U tuvandigicha deb bildirdi bizga. Ya'ni illa ayyuwakkilahuma bil husuma. Faqatla tuvandigidagi ishlarni ikki vakil bo'lgan taqdirda ikkisini bir o'z oldiga tasarruf qilsa bo'laveradi. Masalan, illa ayyuwakkilahuma bil husumati, agarda vakil bu ikki vakilni muvakkil bu ikki vakilni vakolat beruvchi bir husumatga haq talab ishlarga, haq talab da'vo dasturlariga vakil qilgan bo'lsa, falonda men haqqim bor, siz ishkana vakil shuni davolashib elishga, qozining oldida javob berishga. Yoki falonninki oldida biz javobgar, uni javob berishga siz mas'ul yoki davolashga siz ishkana mas'ul degan bo'lsa, masalan, haq da'vo ishlarida ikki vakilniki her biri o'z oldiga tasarruf qilsa bo'laveradi, ma'qul. İkinci, yoki bir talaqi zavjatihi bi g'ayri ivad. Endi o'zining ayolini ivazsiz, ya'ni badalsiz taloq qilishga vakolat bergan bo'lsa, bir odam mening ayolimni ya fulani ya fustan deb ikkalamni qolsin taloq qilsang bir taloq qilib o'taman deb vakolat bergan bo'lsa, ikkalamning qaz taloqsi bo'ladi. Chunki bu ishda taloq qilish deganda qancha taloq qilsa ular ikkining ustimida bizga maslahat qilmasin bo'ladi. Ammo ikki odam ketmaydi bu ishga. Bu odam ikki odam ketmoqchi emas. Uni yolg'iz bir odam taloq qilsa vakolatan bo'laveradi. Meniki masalan bir odam aksqa o'qishqa dadishqa men uchun ma ayolimni so'zini bertonga deb nima vakolat bergan bo'lsa, bu ham joiz. Ayol men falon uchun sizning so'zingizni berdim deb beyalaydi. Tushundingmi? Endi bir g'ayri ivat degani ivazsiz degan qayd nima chiqaradi? Ivaz bilan bo'lgan taloq uni chekilmaydi. Endi ivaz bo'lgan taloqdan qasd taloq? Ha? Ayva. Xuli taloq. Ya'ni menga 1000 riyal berem, ya'ni xuli taloq bo'lsa, bir odam ikki odamni o'ziga vakil qilibdi. Ammo men ayolni bir xuli taloq qilib, ayol hamon menda olishibdi deb turib oldi.
Kulu talak kılmakçı. İşkilini geldi mi kıldım? Vakalet ben işkilini krep bir sözü bir anlaş avanda cahide kalıp dese o şekilde oturup milyar alımız mı 5 milyar alımız mı yani kaç pul alımız mı ondan degeni maslahat işkin aşkılıcıp kıldığa iş vermeydi. Şunun için o çağda yalnız bir adam milyar 500 yıllık piç ötemeydi. Çünkü vakil bir bulak andın maslahatını kararını kesildi bundan. Şunun için beyde bir gayri ibad dep getirmişti ki kayıt meselesi bu şu. Onun kendine ev bi'itqi abdihi bi gayri ibad deydi. Ev bi'itqi abdihi bi gayri ibadin. Yani ya ki üzünün kulunu ivassiz yani ivassiz kulunu azat kılışka vekil kılan bolsa. Yani benim falanı kulum ne? Azat kılıtına da bir kelime bulgan bolsa, vekil kılıp men için azat kılıtına da kurbat etken bolsa, ivassiz denge benim mukatap emesem denge. Mukatap emes. Mukatap kıl diyen pul tölaydı hujayınıga, hujayınım kılıdı azat kılıdı. İvassiz denge benim mutlak yani. Azat alıp fisabilillah mesela. Azat kılıçkı bulgan bolsa, bunun da mu maslahat etmeydi, kenaş etmeydi. Azat kılıvatım. A'taqtuka li fulan. Yani vakaleten an fulan da bol. Ev bi raddi vediatin indehu. Ya ki onun kaşıda meniki uyamda falan yerde bir falan pustanının amaneti ba vediası yani amaneti ba. Şu amanetini olan bayılan birimize bay kişinin tapşırıp planla ilgisi geldiğin bolsa ulan bay tapşırıp versin buladı birimize bay tapşırıp versin bulabilirdi. Ev bi qada'i deynin aleyha üzünün geldiğindeki karşısına da akılışma gelip edemni. Anladın? Meniki falanın bir 10 milyon riyal karz algan edim. Birimizi belgilen ulan bek işkana bir öt kestirona dep diye vakil kılgan bolsa o karşısında o birimizi bek bir vasfı buladı ulan bek bir vasfı buladı. Çünkü bu işler iş kastı nimege ra'yiga ihtiyaç la yuhtacu fihi ila ra'yi. Bu işte ra'yiga qat'iy ihtiyaç düşmeydigan iş. Şunun için bunu ne maqsad bo'ladi? Bir adam tasavvur qiladi. Ammo bu ishdan boshqa ra'yiga muhtoj bo'lganlarning hammasida nima qilinmaydi? O'z oldiga tasarruf qilinmaydi. Va laysa lil vakili ay yuwakkila fima wukila bi amdi ma hu vakilning vakil masalasi. Masalatu vakilul vakil. Yoki vakil yeni bir adamni vakil qilish masalasi. Va laysa lil vakili ay yuwakkila fima wukila bihi. Vakilning o'zi vakil qilingan ishga yana bir shaxsni vakil qilish huquqi bo'lmaydi. İlla ayyadana lahul muvakkil. Faqatla muvakkil shunga izni bergan bo'lsa, siz boshqa birini vakil qilsangiz bo'ladi deb izni bergan bo'lsa, idnam qilgan bo'lsa. Yoki aw yaqula lahu muvakkil vakilga i'mal bi ra'yik. Sen o'zingning ra'yi bo'yicha ish qilgin. Ya'ni qanday ish qilmoqchi shunda qilgin. Anladin? Deb i'mal bi ra'yik deb izni ambivatgan bo'lsa, ya izni ambivatgan bo'lsa yoki sen vakil boshqadan vakil qilsang bo'ladi degan bo'lsa, nima bu joiz bo'ladi nima? Buniki shu vakil qilishi, vakilning yana bir odamni vakil qilish joiz. Ya'ni bu masalada aytsangiz so'rgan masalaning javobi mushadish qildi mana. Masalan, bir odam masalan Turkiyadan bir odam pul o'tkazmoqchi ekan. Pul o'tkazmoqchi bo'lsa, Turkiyadan bir odamga meniki 10 ming dollar pulim bor deb yaltib tegishdigan deb bir odam vakil qilib berdi. Lekin adam vakil adam deydi, men bu pulingizni naq maydonda uzam berib bermayman pulni. Lekin mening bir vakilim bor. Mening masalan Saudiyada bir vakilim bor. Şu vakilim uni keyin sizniki demak çok odamga berdi. Meniki masalan Turkiyada bir odam 10 ming dollar pulni palaniga bering degan bo'lsa, palaniga bering desa, bu deydiki vakil men bevosita bermayman. Mening Saudiyada bir vakilim bor. Şu vakilim sizga degan odamga berdi pulni. Desa, desapta ashuni qilsa, ittifoqlashsa yajuz. Va illa la yajuz. Shunday gaplar, cho'ng xavli bo'lish kerak. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل أو يقول له اعمل برأيك. فيجوز توكيل الوكيل لإطلاق التفويض إلى رأيه. يعني لما قلت من رأيك مطلق تفشغل için caiz buluyordu. فإن وكل بغير إذن موكله أمد. فإن وكل بغير إذن موكله. Hoş, eğer vekil muvekkilinin iznisiz
başka bir adamı vekil kılsa, başka adamı vekalet verse, fe'akada vekiluhu bihadratihi, anlakin av vekiluhu diki hu zamir ne kaydı bilemizler? Fe'akada vekiluhu diki hu zamir ne mi kaydı o? Mao vekilil evvel kaydı o. Vekilil evvel. Emdi vekiluhu diki hu zamir ne kaydı o? Vekilil evvel kaydı o. Yani birinci vekilin vekili bihadrati birinci vekil nak meydanda hazır buluş bilen. Birinci vekil nak meydanda hazır buluş bilen kilişim tüzgen bolsa caiz. Ve in akada bi gayri hadratihi feacazehu'l vekilul evvel caiz. Eğer birinci vekil meydanga hazır bolmasa nak meydanga feacazehu'l vekilul evvel sonra kin aşu vekildeki kilişimin tüzgenlikini birinci vekil anlap icazet bergen bolsa yine caiz. Aklıma maydım içerideki muvekkilihideki vekil birinci vekil yanıdı. Feakada vekiluhu bihadratihi hideki zamir muvekkillik kaydıdı. Şunu olma. Eğer fe in vekkela bi gayri izni muvekkilihi. Eğer vekilil evvel birinci vekil özünün muvekkili vekil vekalet belgesinin iznisiz başka bir adamı vekalet belgen olsa. Hoş emdi bu kanda olsa feakada vekiluhu bihadratihi. Eğer vekiluhu yaş birinci vekilin vekili bihadratihi. Aslında kaydı bütün yani birinci vekilin hazır buluşu bilen bu kesim tüzgen bolsa caiz. Ve in akada bi gayri hadratihi eğer birinci vekilin hazır bulmusu mu kesim tüzgen bolsa bu caiz emez. Fe ecazehu'l vekil eğer birinci vekil muşununga muşu akitke icazet bergen bolsa caiz. Ma'ni muşu lazım. Azah bir ma'ni. Lekin kallamga yeni bir ma'ni kelyapti. O ma'ni desanglar feakada vekiluhu bihadratihi degan gap birinci vekilning vekili muvakkil bayada nak maydanda kilishim tuzgan bo'lsa caiz bo'ladi. Va in aqada bi g'ayri hadratihi agar birinci asli muvakkil nak maydanda yo'q holatda aqd qilgan bo'lsa buningga birinci vekil ijozat bergan bo'lsa caiz bo'ladi. Shu qanday shaklda bo'lsa bu bir tushuniksiz bir masala qoldi. Yani kalam kılıvatı ki bir yerdeki mesele ne mekan desanglar bir adam asli kaide vekil muvakkilinin izni vekalet belgesinin iznisiz başka adamın vekalet bilenmeydi. Hem de böyle bilip de değildi. Vekalet belgesinin iznisiz bir adamın bilip de vekillikine. Hem de kanda kız caiz oldu dese şu vekillikini belge adam ikinci vekilinin soğuduğu vaxtıda şu vekillik bilen şu vekaletler soğuduğu qilgan vaqtida birinci vekil naq maydonda bo'lsa caiz. Agar naq maydonda bo'lmasa caiz emas. Nima ish caiz emas ama? Chunki muvakkil birinci qatim birinci vekilga vekalet berganda shu birinci vekilning ra'yiga ishinib mushu yaxshi men ishimni mushu yaxshi hal qila oladi deb bergan. Ammo mushu naq maydonda bo'lgan vaqtida xuddi yuzi qilgan bilan o'xshash bo'ladi. Bu naq maydonda yo'q vaqtida bu yuzi qilmagan bilan o'xshash bo'ladi. Shuning uchun bu naq maydonda bo'lsa endi joiz degan emas, mushkil. Xo'sh. Alhamdulillah. وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم deydi. Bu mesele olsa vekillikten ilgili meselesi. Azil kılındaşlar iki xil bo'ladi. Biri azil ixtiyari, yani biri azil icbari. Şunu mu? Ma sözlüğünde azil ixtiyari. Hem de azil ixtiyari bilen azil icbarinin hüküm okşamaydı. Azil ixtiyariydi bu. Vekillikten elip taşlanırdı. Azil icbariydi bu elip taşlanırdı. Lakin ikisinden elip taşlanış vakti okşamaydı. Azil icbariydi şu an elip taşlanırdı. Azil ixtiyariydi kayıtlık elip taşlanırdı. Kayıtlık. Qanday desanglar? Velil muvakkili vekalet belgesinin ya'zilel vekile an vekale. Vekilni vekillikten elip taşlayıvetiş hukuku buludu. Fe illem yeblughul azlu emde eğer vekillikten elivetilgenlik el azlu degeni azluhu bijadiki el azlu lam ivad. Yani neden idafetinin hu degan damirden ivad onu lam bo'ldi şu. Onunğa yani onun vekillikten elivetilgenligi yetmegen bo'lsa fe huve ala vekaletihi. An o vekil ala muvakkilniki vakaleti bo'yicha bo'laverdi. Vekilligi bilan bo'laverdi ve tasarrufuhu caizun hatta ya'lam. Hatta şu
o'zining vakillikdan elib etilganligini bilganga qadar buniki shu vakillikida tasarruf qilishi joiz. Agar bir narsa elish qilib vakil olgan bo'lsa, sotish qilib vakil olgan bo'lsa, sotgan bo'lsa joiz bo'laveradi. Chunki nima bilmaydi-da. Endi hozirgi zamonimizda bu olmaydi. Telefonda bilan men sizni elvatdim desa gap tugaydi. Bu zamonda oylik yiroq, masofa uzoq. Shuning uchun bilib bo'lgan qadar unga nima biladi, vaqt beriladi, muhlat beriladi. Ya'ni demak, azl ixtiyorida nima shart ekan? Shu vakilning o'zining vakillikni elib etilganligini bilishi shart ekan. Shartun an ya'lama al-vakilu nima al-uzlahu. Endi xo'sh, endi miyasiga vakil ijbarmi? Azl ijbari deydi. Ve tabtulul vekalatu bi mevtil muvekkili. Endi vakalat berkçinin ölümü bilen batıl buludu. Vakalat berkçi ölse vakalat batıl. Ve ma bilinmesi, ma vakil azl icbari ki. Uçakta öldü ma, onu manada demek şart etmez sayılıkı. Vakilin bilişiğe bilmesi ki alakası yok. Muvekkil, vakalat berkçi üzüyle kaldı ma kalas, vakalat tügüdü. Şu an tügüdü. Onunkin hep ağan dersi yüzge, satkan dersi yüzge. Ama demek ki vakillik, muvekkilin anlamı olunmaydı. Ve cununihi cununen mutbikan. Ve muvekkilin cununen mutbikan diyen gap, mutbik diyen ne sana etbaka yutbiku, tuvaklap itivakan diyen gap. Binasını öte itivakan diyen gap. Yani muvekkilindeki aklını kamil itivakan cılıqlık. Yani cununen kamilen diyen gap. Yani kamil cılıqlap kan bolsa da, bazen cılıqlap bidem sağlap kalıp, oңşuluk kaldığan. Dikim o üzüp kamil açıp aklını öte itivakan sağlamlıkta sağlap kalgan bolsa, vakalat batılı buludu. Ve lahaqihi bidaril harb murtedden ve nemeden muvekkilinin daril harbke murted bulup imanı yenivelip kitişi bilen vakalat bakaç olup gidiyordu. Hoş emdi ve idha vekkelel mukatebu thumme acez. Emdi mukateb kuldun birisi. Mukateb birisi o mukateb kuldun birisi. Yani ben hoca aynı zaman futbol azaltılma diye kuldun birisi. Bir adamga vakalat beripti. Mening pulim ne? Ma bu hujayniga mening pulim ne? Ma o siz uchun bildi o deb vakalat bergan bo'lsa, summa ajaz. Ondan keyin ojizga qilibdi. U pulni to'lashdan ojiz qilgan bo'lsa, avil ma'zunu fa hujira alayhi yoki izni berilgan quldan birisi sen elib satsang bo'ladi deb pul mol ishlarsang bo'ladi deb izni berilgan quldan birisi fa hujira alayhi uni cheklanib qolgan bo'lsa degan gap. Sen endi pul molni tasarruf qilsang bo'lmaydi deb cheklanib qolgan bo'lsa, avi sherikani faftaraqa ayak ikki kishilik bir adamga bir-biriga nima qilgan bo'lsa, vakalat bergan bo'lsa, faftaraqa ikkisi ayrilib ketgan bo'lsa, fa hadhihi al-wujuh mana bu yo'llarning hammasi tubtul vakala. Vakalatni batil qiladi. Bu nima al-azl ijbari. Qat'iy shaklda vakalat batillab ketadi. Alimal vakilu aw lam ya'lam. Vakil buni bilsin yoki bilmasin o'xshash. Ve izâ matel vekil enduma vekil ölse meyadiki ma o beşikide muvekkil ölseydi. Beşikide mavesinde masulette vekil ülap kalsa. Bunun da mesele hükümde o farklılık. Ve izâ matel vekil ülap kalsa ev cunne cununen mutbikan ya kamil cılık ülap kalsa. Aklını kamil yapı vagan şekilde cılık ülap kalsa batalet vekaletuhu. Onun vekillik vakaleti bakaç ülap kıtıdı. Ölse cılık ülap kalsa hüküm okşaş muvekkilden. Vakalet batıl. Ve in lahika bi dairil harb ama dairil harb kesse mesela kafirlerin yurdu kesse murtedden iman dini vaga halda lem yecuz lehu tasarruf. Bununki vakalet batıl olmaydı lekin bunun tasarrufu caiz olmaydı. Bunun kerke vaktiki işleri algan satkan işleri hiç caiz olmaydı. İlla en yauda musliman. Fakat Müslüman bulup qaytib kelse yine vakalet asli qaytib keldi. Müslüman bulup qaytib kelse asli keldi olmasa şunda mevkuf bulup turup durdu. ومن وكل آخر بشيء ثم تصرف فيما وكل به بطلت الوكالة. Emdi kim ki bir adamni ومن وكل آخر بشيء yani kim ki bir adamni yana bir adamni bir narsaga vakil qilsa Bemirzebek Ulanbekni vakil qilsa ثم تصرف anki Bemirzebekning o'zi shu vakil qilishga masalan Bemirzebek Ulanbekni mana bir kitob elib berganda vakil qilgan bo'lsa uni keyin Bemirzebek o'zi berib kitobni olgan bo'lsa o'zi berib olgan bo'lsa batalat الوكالة. Vakalet bakaçlap ketadi. Yani Bemirzebek Ulanbek nima qildi? Ma kitob penada vakil qildi. Undan keyin Bemirzebek o'zi berib kitobni olgan bo'lsa, ma Ulanbekning vakolatini bo'ladi, avtomatik batil bo'ladi.
vakalat batıl buludu deydi. Lekin ma vakalat azil ihtiyari bilan buludu. Ma azil ihtiyari xatar kirdi. Nimishqa? Chunki agar Ulanbek bilmay, Bemirzbekning kitob olib qo'yganligini bilmay kitobni men olib qo'ygan bo'lsa, bu endi Bemirzbekning gapiga. Tushundinglarmi? Agar bilib turib olgan bo'lsa, o'ziga ilib olgan bo'ladi. Va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin.